Ko'pchilik so'raydi-da, bizadagi yosh bolani operatsiya qilasizlarmi? Yosh bola operatsiyani ko'tara oladimi deb so'rashadi. Perevazkalar ham bo'lmaydi. Bolani qiynamaymiz. Qanaqa ekan mana ko'tarishi, nima bo'ldi? Ancha yaxshi, to'siymasin. Yig'lamadi, to'polon qilmadi, holati ancha yaxshi. Bugun bolalarni operatsiya qiladigan kunimiz ekan. Bitta, ikkita, 3 ta bolachani operatsiya qilganmiz bugun. Uchalasi ham deyarli bir xil. Hammasi adenoid bezovta qiladi. Ba'zilarida chig'anoqlar ham korreksiya qilingan. Hop, sizlar qayerdan kelgansizlar? To'ytepadan, To'ytepadan, Nurafshondan. Qanaqa holat operatsiyadan keyin? Yaxshi, yaxshi. Ko'pchilik so'raydi-da, bizadagi yosh bolani operatsiya qilasizlarmi? Yosh bola operatsiyani ko'tara oladimi deb so'rashadi. Qanaqa ekan mana ko'tarishi, nima bo'ldi? Ancha yaxshi, to'siymasin. Yig'lamadi, to'polon qilmadi, holati ancha yaxshi. Operatsiya bo'lganini bildimi o'zi? Menimcha bilmadi. Yaxshi, ovqatlarni yeb oldi, suvlarni ichib oldi. Ko'ngillangiz qayt qilishlar ham bo'lmadi. Yaxshi. Mana bugun keldinglar, bugun anarsi topshirdinglar. Mana bugun chiqib ketyapsizlar. Kutganingizdek ekanmi? Kutganimizdan ham yaxshi. Salomat bo'linglar. Sizlar qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Men telefon ko'rib, yotibdi maza qilib o'ynab. Yo'q, buni kutdim, baqir shaqir qiladim deb. Yo'q, yaxshi. Yaxshimi, Xudo xolasa? Yaxshi bo'ldi operatsiyalar. Xudo xolasa tushuntirib hammasini keyin uyga javob beramiz.